so'ng ta'mirga start beriladi. Sayohat qil, adolat qil, beruniy bo'l, ulug'bek bo'l, uchinchi bor uyg'on. Aziz o'g'il qizlarim, yil dardiga avola kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysiz. Yangi O'zbekistonning 3-registratsiyasi kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishda qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringni aytinglar. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Vaqt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Betakor yurtimizda barqaror jamiyatni va barqaror taraqqiyotni ta'minlash barchamizning bosh maqsadimiz deb shior qilsak, mana bizga bo'ladi. Bu hisobni oddiy amal darajasidan chiqarib, uni ilmiy tafakkur darajasiga ko'tardi. Bugun dunyoni boshqarayotgan raqamli tizimlar, algoritmlar, dasturlar barchasi o'z ildizida uning buyuk fikridan quvvat oladi. Al-Xorazmiy nomi bugungi texnologik taraqqiyotning uning tafakkuri zamonidan ilgarilab ketdi. Uning merosi bugun ham ilm ahli uchun yuksak ibrat bo'lib xizmat qilmoqda. Abu Ali ibn Sino tibbiyot ilmining sultoni. U inson salomatligini yurtning ishonchi, millatning umidi, taraqqiyotning eng yorqin kuchisiz. Va bugun shu yerdan turib katta ishonch bilan aytamiz. 3-renessans boshlandi. Uni yuksaltiradigan avlod sizsiz. Ajdodlarimizga munosib avlod, kelajak muhandislari, 3-renessans poydevorlariga omad yor bo'lsin va ularning kelgusidagi yangi kashfiyotlarga biz ishonamiz. Bugungi tadbirimizda aziz mehmonlar, kelajak muhandislar xalqaro festivalining nufuzli xorijiy mehmonlari ham tashrif buyurishgan. Zarar yetib keldi. Kelajak muhandislari brendini keng ommalashtirishda estradamizning yorqin vakillaridan biri Shohrux Rep ham o'zining munosib hissasini qo'shdi. U festival uchun maxsus yaratilgan kompozitsiyani ijro etib, ushbu loyiha ruhini yanada keng auditoriyaga yetkazdi. Har bir ijrosi keng darajasiga ko'tarilayotgan san'atkorimiz bugun ham
Sahna markazida ko'rib turganingizdek, kelajak muhandislar xalqaro festival doirasida tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz Belorussiya jamoasi, Xitoy jamoasi, Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va albatta O'zbekiston. Ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar jarayonlarni foto, videolarga muhrlab qo'yishimiz kerak. Bu O'zbekiston tarixidagi yangi sahifa. Bitta chaqiradi zo'r chaqirib. Endi balanchon boradek robovar musobaqasi bo'yicha qo'l ko'tariladi. Rahmat. Robovarga kelganlar. Qanday vaziyat bo'lsa, menga murojaat qiladi. Boshqa gap yo'q. Yana kim? Fathrettinov Shamsiddin. Xullas, hozir hammaga 1 soat vaqt beriladi. Undan keyin nizom chiqmasizlar, to'g'rimi? Endi shu holatda chiqishingiz mumkin. Ular adresiga hozir ishlab qo'yib, boshim turib gapiryapti, ular gapirmaydi.
Obozor